ustozlar, bugun sizlar bilan kun va tun amaliy ishini o'tkazamiz. Hop, qarang. Bunda ko'rsatganda kun, bunaqasi ko'rsatganda tun shakli ko'rinishi kerak. Shu shaklni hozir shu o'yinni amaliy ishimizni baravar bajaramiz. Hozir guruhlarga men qog'ozlarni tarqatib chiqdim. Shu oq qora rangdagi rasmni tarqatib chiqdim. Guruhlar o'zaro bajarishdi. Mana va bo'lishdi ham. Mana guruhlar. Qani? Hozir quyoshni ko'rsatamiz hammamiz. Quyoshni. Hop, endi bu kun, endi tunni ko'rsataylik. Siz teskari qildingiz. Aynurniki boshi zo'r chiqdi. Mana teskari o'xshabdimi? Bunda qiyshaysiz bo'ldi ekan. Ha, bundoq qilishda bo'ldi ekan. Biza-chi? Mana. Hazrat yoshi chiroyli chiqdi. Mana. Quyosh bilan oyni ham bir xil rangga bo'yash. Bir xil rangga bo'yash kerak. Mana bu. Oralarini qora qilsin. Mana. Ko'ryaptimi? Zo'r. Ko'rindimi? Ko'rindi. Ha. Bash kimniki? Menga bersinlar. Meniki. Hop, kunni rasmini chiqaramiz. Endi tunni rasmini chiqaramiz. Voy, yashang, barakalla. Yaxshi, keyingisi, keling. Hop, bu hozir sal bundoq qiyaroq qiling. Bu yoqqa. Bo'ldi. Kun, tun endi, tun. Bu quyosh. Quyosh. Barakalla, yaxshi. Sizniki quyosh, aniq quyosh. Sal bundoq qiling. Ana endi tun, oy chiqdi. Yaxshi, barakalla. Xo'p, mana tun chiqdi, oy momo chiqdi. Endi quyosh chiqaramiz. Ana yashang, aniq chiqdi. Aniq, zo'r. Yashang. Hop. Demak, hozir tun chiqdi, oy momo. Endi tunni chiqaramiz.